Hop biz Piskentga servis xizmatiga yo'l oldik. Yomg'irli havoga qaramasdan dodam bilan nimadir doring dodam? Qorninglar yaxshimisizlar, charchamayapsizlar? Hop servisga ketamiz. Piskentga nasos buzilib qo'ygan ekan. Biz pogodaga qaramasdan ishlaymiz. Yo'llarni ko'rsang qizillar. Qizil probka mana. Biz telekonidamiz, hali bunaqasi bo'lmagan. Videoni ko'rishdan oldin like обязательно bosib qo'ying. Mana qaranglar, telekonida biz servis xizmatiga kelganmiz. Leon nasoslari. Keldik hozir. Nasos ko'ramizni ochib, nima bo'lganini tuzatib, ishlatib ketamiz. O'sha bir yoq tarafga aniq berganda, singan taraf ishlamagan anonsi. Ya şef montajda to'g'rimi? Biz 2-3 marta ishlatdik, su chiqmadi. Keyin telefon qilib nimadan Hozir ana yumshoq aylanyapti endi. Mana shu holatda misol uchun qotirish kerak. Suv qotmagan bu bolti. Hozir pastda turuvdi, siqib aylanyapti. U bitta portlaydi bo'ldimi? Namazda haftacha bo'ladi, bir xil payt ko'p bo'ladi. 2-3-4 ta. Shturmatda portlasa. U ana harbiy qanaqadir odam kelib portlatsa kerak. Yo, Har haftada 2 marta portlatishadi. Bir portlatmasa bo'lmaydi-ku. Nima bilan portlatadi? Dinamitlarmi? Yo'q, oltin bo'ldi. Chaqmoq chaqqanday. Yaqin bo'lsa mana palatkalarni ham o'ynatadi. Ichkarida bor, yotgan joyingda o'ynaydi. Yer qimallab. Xudo shahar. Anaqanani rangi chiqib ketibdi. Yerlarni. Yerkan. Zo'r qo'larkan. Hozir portlashdan keyin yana pastga tushdi. Nasosni hozir ishlatamiz. Uantam yoqiladi. Hop, chuqurligi 6 metr chuqurlikdan tortib ketadi nasosimiz. Hozir ishlatib tekshirib beramiz. Nasosimizni ishlatib ko'rsatib berdik bu suvimizda. Ashlangan ko'ryapsizlar. Ketdi, suv chiqib ketadi tepaga. Bunday aylanib bu ana ishlanganlar. Kimga Leo suv nasoslari kerak bo'lsa, shu nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar bo'ladi. Libo joyga yetkazib beramiz. Mana krichatga tomon endi ishlash jarayonida ketadi-yu. O'shaning uchun boyani etib qo'ydi o'zi, filtrni. Bizani safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizani vizitimiz o'z nihoyasiga yetdi. Ishimiz anaqa bilan yakunlandi. Nima edi? Yaxshilik bilan. Yaxshilik bilan emas, boshqacha nomi bo'ladi.